kech demay, kun demay, soqqaga bo'lsa ekan ukalarimiz uchun 2 gektarlik superli Sentralniy ko'chasidan parnikimizni sotuvga chiqardik. Qadrdon do'stlar, ko'rib turganingizdek, polni pomidorlar ekilgan, sezonga ham juda ham kam qoldi. Abarotda deysizmi? Abarot chisti soqqali bo'lib yotibdi. Qadrdon do'stlar, yerimiz 3 qismga bo'lingan. Birinchi qismidan boshlab o'tamiz. Mehnatkash aka, opa, singillarimiz srazu bu parnikimizni sezadi. Qadrdon do'stlar, juda ham aytib o'tganimdek, soqqali joy bo'lyapti. Kommunikatsiya, gaz, svet, kanalizatsiya hech narsadan muammo yo'q. Dokumenti bo'yicha 2 gektar 16 sotiq bo'lyapti. Bu parnikimizdan bemalol soqqani bossangiz bo'ladi. Qolgan ikkita chassimizni xohlasangiz, zavod, ishlab chiqarish, bironta bir pomisheniyami xohlagan uslubingizda ta'minlab rivojlantirsangiz bo'ladi. Qadrdon do'stlar, birinchi chassimiz parnikni ko'rsatib o'tdim. Ishlash jarayonlari bormoqda. Marhamat, ikkinchi chassimizga. Qadrdon do'stlar, birinchi qismimiz bo'lyapti. Sentralniy kirish ko'chamiz. Ovozni qarang. Polni superda aytib o'tganimdek, katta ko'chasidan kirishga bo'lyapti. Mana bu yerga ham takoy mini parnik qilib qo'yganlar. Okalarimiz mana chap qo'limizda upakovka zdaniyamiz bo'lyapti. Oshxona, sanuzel, ishchilar dam olayotgan xonasi, security zona, mana bu o'ng qo'limizda esa katta qo'yxona bo'lyapti va chapga e'tibor beramiz. Mana bu o'zi suv bashnasi bo'lyapti. Sizgan sizadi. Qadrdon do'stlar, ko'rib turganingizdek, akam har bir joyini temir bilan ta'minlab molxona qilib qo'yganlar. Olgan odam haqiqatan ham soqqani bosib baraka topadi. Shish mashinalarini glavniy vxodi bo'lyapti. Ko'rib turganingizdek, parnikimizni yuragi, kotelnisi. Qadrdon do'stlar, 1 so'm xarajat qilmaysizda shu joyda sotib olib soqqani bemalol bosib o'tirasiz. Qadrdon do'stlar, 3-chi qismimiz bo'lyapti. Ishga kirmagan, lekin tayyor parnigimiz bo'lyapti. 2 gektar. Bu sizga prosta tak gap emas, qadrdon do'stlar. Inshaalloh eksklyuziv mijozlariga shu joyimiz nasib aylasin. Bizga muloqot qiling, chiroyli qilib savdo qilib, shu joyimizni egasi qilishga yordam beramiz.